Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bu Texnosuhbat va men Sanjar. Bugun biz kiberxavfsizlik haqida gaplashamiz. Ha, aynan sizning telefoningiz va kompyuteringizni himoya qiladigan muhim soha. Mehmonimiz Kiber Akademiya vakili Ustoz Kiber. Xush kelibsiz, Ustoz Kiber. Assalomu alaykum, Sanjar. Taklif uchun katta rahmat. Kiberxavfsizlik bu bugungi raqamli dunyoda har bir inson bilishi kerak bo'lgan mavzu. To'g'ri aytdingiz, lekin ko'pchilikda bir savol bor. Nega aynan kiberxavfsizlikni o'rganishim kerak? Siz nima deysiz? Ajoyib savol. Har kuni minglab odamlarning ma'lumotlari o'g'irlanmoqda. Parollar, karta raqamlari, shaxsiy suratlar. Bu tahdidlar hammamizga tegishli. Kiberxavfsizlik bu o'zingni va yaqinlaringni raqamli dunyoda himoya qilish san'ati. Va bu bilimlarni Kiber Akademiya o'rgatadi, shundaymi? Albatta, bizda kiberxavfsizlik bo'yicha noldan to mutaxassisgacha bo'lgan onlayn kurslar mavjud. Eng zo'ri, hozir kurslar mutlaqo tekin, hattoki sertifikatlar ham bepul. Jiddiymi? Sertifikat ham tekinmi? Ha, hozir aynan 1 oylik aksiya davom etmoqda. Kurslar oddiy til bilan tushuntirilgan, amaliy topshiriqlar, real hayotdagi misollar va eng muhimi, o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Qayerdan ro'yxatdan o'tsam bo'ladi? Oddiy. Telegramda Kiber Akademiya kanalimizga kirishingiz yoki kiberakademiya.com saytiga tashrif buyurishingiz kifoya. Rahmat. Sizdan motivatsiya bo'lishi uchun oxirida qisqagina maslahat. Bugun birinchi qadam qo'ying. Kiberxavfsizlikni bilgan inson o'zining kelajagini himoya qilgan insondir. O'rgan, himoya qil. Yetakchi bo'l. Zo'r yakun. Hurmatli tinglovchilar, sizni xavfsiz kelajak sari Kiber Akademiya bilan birga qadam tashlashga chaqiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu Texnosuhbat edi. Ko'rishguncha.